لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وأنزل القرآن تبيانا لكل شيء. Allah subhanahu ve taala Kalem suresinin 4. ayetinde mundaq degan: A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke la'ala hulukin azim. Hakikaten sen ey Muhammed aleyhissalatu vesselam elbette yuqori axloq, yuqori bo'lgan Alloh taolo o'rgatgan katta axloq ustigisan degan. Bu oyat karimening tafsir ve izohatlaridan bir qanchalagan nokta ve mazmunlarni yuqorqi darslik ve nasihatlarda, izohat tafsirlarda so'zlab o'tdik. Yana mush oyatning muhim nuqtalaridan birisi, her qandaq bir insan Allah subhanahu ve taala'nın rızaligiga erişidigan kasbi güzel ahlakka ega bo'laman desa, çoqum birincisi Allah subhanahu ve taala'ga haqiqiy ixlosmanlik bilan iman keltirishi, her bir yerde qilgan barliq yaxshi ishlarda yoki her qandaq bir yaman ishdan yenishda ve barliq muomallarida Allah subhanahu ve taala'nın rızalıqını izlishi, ikkinchi qilib qilmoqchi bo'lgan shu amaliy axloqida o'zini qat'iy tutilishi, tizginlishi lozim. Her qandaq bir insan Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti bilan onunga erlarga tushliq, ayollarga tushliq, her bir insanga Allah subhanahu ve taala hayatlık meydanida her xil iqtidorlarni berib öz rahmeti bilan in'om qilgan. Mushu insonlar berilgan insonlardagi iqtidorning o'zila o'zligidan savobga erisholmaydi. Lekin şu yuqoridagi Allah taala bergan talantlar orqali faqat Allah rızalıqını izlab Allah yo'lida ishlatgan talantlarga Allah ajr beradi. Masalan, ananing öz ballari qarta kuyinish, rahim qilish, mehribonligi yuqori bo'ladi. Mushu mehribonlikning o'zini anisi Allah ve onun peygamberi o'rgatgan yo'l bo'yicha avlodini sağlam terbiyelashga ve güzel ahlak bilen terbiyelashga, şermi haya bilen terbiyelashga, ilim bilim bilen terbiyelashga, takvalık bilen terbiyelashga ahmiyat bersa, o vaqtida bu ananın shafqatiga, mehriga ajr beriladi. Lekin yuqorqidek har xil talant iqtidorlarga Allah ezelden berayotgan hushyorlik, ananın öz balısıga kuyumcan buluş ve her qandaq bir adamninki onunla berilgan iqtidordagi her xil talantları, mesela ijtimoiy aloqa usti buluş, gapga usti buluş degandek mushundaq iqtidorlari bo'lsa-mu, bu iqtidorlarining o'zining bo'lganligiga onunga ajr berilmaydi. Allah'a yaqin bo'lolmaydi. Agar Allah subhanahu ve taalaga her qandaq iqtidori bar bir narsa
yaqin bo'la oladigan bo'lsa, masalan, qushning ko'zi bizdan necha esse bak ko'radi. Uning uchun Allohga yaqin bo'lib ketsa bo'ladi. Masalan, ba'zi bir mahluqlarningki purash quvvati nayt yuqori, shunda turib, u yana o'zining mahluqligida qaradi. Faqat bu yerdagi masala iqtidorni Allah subhanahu va taolo rizoligi uchun ishlatmasa va o'zini puxta tizginlash va kasbiy axloqni yetildirish orqali o'ziningki amaliy hayotida go'zal axloq bilan Allohni rozi qiladigan yaxshi ishlarni qilmasa, u vaqtida uning iqtidorlari uningga hech qanday bir Allohga yaqin bo'lishni va shundaqla o'zining amaliy hayotida Allah rozi bo'ladigan ishlarni qilishni qo'lga keltira olmaydi. Shuning uchun bizga eng muhim bo'lgani o'zimizni tizginlash. Kasbiy jihatda o'zimizning amaliy harakatlarida go'zal axloqni haqiqiy amaliy psixikimizga, amaliy bo'lgan harakatimizga, amaliy kasbchanligimizga aylantirish. Masalan, Allah subhanahu va taolo bizni buyurgan bir yaxshi amalni qilaman, Allah taolaning mening ustimga farz qilgan buyruqlarini ijro qilaman desak, shu vaqtning o'zida biz Allah buyurgan buyruqlarni o'z vaqtida ijro qilish axloqimizni mukammallashtirishimiz kerak. Nafsimizni ko'ngil xohishidan cheklab, bizni Allohning buyruqlarini ijro qiladigan ishdan to'sib qo'yadigan har qanday bir nafs xohishiga yoki Allah to'sgan ishqa tup qilishdan o'zimizni saqlashimiz kerak. Hamdaqla masalan, insonning xarakterida ayollarga amroqlik kelish, ayollarga berilib ketish bo'lgan bo'lsa-mu, ko'zimizni yumish orqali har qanday bir shahvatningki ozdirishlaridan o'zimizni tizginlasak, u vaqtda biz haqiqiy go'zal axloqni o'zimizni barpo qilgan bo'lamiz. Chunki nafsimizni tizginlab, ko'zimizni yig'ish va shahvatimizni cheklash bizningki nafsimiz bilan kurash qilishimizga va sabr qilishimizga ehtiyoj bo'ladi. Masalan, biz inson bo'lganligimiz bilan har qanday bir inson o'zini namoyon qilishni yaxshi ko'radi. O'zini namoyon qilmoqchi bo'lgan inson boshqalarning yuz obro'ylariga daxl ta'ruz qiladigan yoki o'zini oshirish uchun boshqalarni tushiradigan ish bo'lib qoladi. Mana shunday vaqtida o'zining tilini tizginlash orqali kasbiy go'zal axloqqa ahamiyat berib, o'zining tilini boshqarishga ko'ngan vaqtida ondan haqiqiy islom axloqiga ega bo'lgan bo'ladi. Har qanday Allah subhanahu va taolo buyurgan bir buyruq hammasi o'zimizni tizginlashga ehtiyojliq. Va shundaqla har qanday bir cheklagan cheklama o'zimizni shu cheklamaga qarshi turish uchun nafsimizga, nafsi xohishimizga qarshi turishga, kundirishga ehtiyojliq. Masalan, namoz saharda turib Allah subhanahu va taoloning bizga farz qilgan bomdat namoziga uyg'onishimiz ko'pimizdan, uyqumizdan, rohatimizdan voz kechib, yotqan yerimizdan darhol Allohu akbar degan ovoz, azan ovoziga quloq solib, as-salatu xayrun minan nawm, namoz uyqudan yaxshi degan mush Allohning chaqiriqini qabul qilib, Allah bizni chaqirgan orom baxish Allohga munojat qiladigan ibodat qulchiligimizga darhol o'rnimizdan tura olsak, issiq ko'pimizga qarshi, nafsimizning xohishi qarshi kurash qila olsak, ana shu vaqtda biz o'zimizni Alloh rozi bo'lgan ishga kundirgan, o'zimizni
nafsi qarshi tizginlagan bo'lamiz. Yana shundaqla biz yig'ilish qilibmiz. Qilgan yig'ilishimizda har qandaq bir Alloh cheklagan haramlarning bo'lib qilishidan, masalan, ayollar yig'ilishlarda hayosiz bizningki islomiy go'zal axloqimizdan chiqib ketgan faoliyatlarni qilishdan, sharmi hayolar buziladigan har xil yomon yo'llarga kirib qilishdan yig'ilishlarimizni saqlay olsak, yig'ilgan yig'ilishlarimizda o'ch adobat, g'aybat, shikoyat va ozg'unlikqa to'plashib qilishdan, ozg'unlikqa yig'in achirib qilishdan o'zimizni saqlay olsak, har qandaq bir yig'ilishimizda zaharlik, chekimlik, haroq, nasha, tamaka, har qandaq bir islomda cheklangan narsalarni ishitishdan ham saqlana olsak, shundaqla bizningki islom ruhiga xilof keladigan shahvoni har turli chalg'ularni chelishdan saqlana olsak va shundaqla isrofxo'rlikqa, yo'g'onchilikqa, o'zaro birsimizga ko'z qilishga sabab bo'ladigan har qandaq bir oshirish va isrofxo'rlikdan, ko'z qilishdan o'zimizni saqlab qola olsak, ana shu vaqtida biz o'zimizni haqiqiy go'zal axloq bilan tarbiyalagan bo'lamiz. Go'zal axloq bilan tarbiyalashninki go'zal axloqqa o'zimizni ko'ndirishning muhim omillaridan birisi ilm setim qilgan vaqtlarimizda Alloh subhanahu va taolaning programmasiga uyg'un ilm setim qilishimiz ham qarindoshlarimizning mol mulkini satqan narsimizning aybini yushirish orqali yeb ketadigan yoki yolg'on qasam qilib uning pulisini azan narsini qimmat qilib sotadigan yoki yolg'on narsini rostga aylantirib sotadigan, jamalni jingmal deb sotadigan yoki har turlik hozirgi yangi zamondagi internet, tor, televizor, radio har qaysi tashviqot vositasida sotilgan va sotadigan narsalarimizda e'lon qilg'ini bilak sotadigani bilak bo'lish orqali qarindoshlarini qo'llaydigan yoki masalan jing tarozida kam qilib 50 jing, 30 jing, 10 jing yoki 5 jing deb qachilagan narsalarimiz bir jing, undan to'g'riroq masalan shunda kam qachilaydigan, shunda kamlatib jing tarozida kamlatib savdo qilishdan saqlanadigan ham jazoni qilishdan saqlanadigan bo'lishimiz orqali go'zal axloqqa ahamiyat bersak, ondan biz o'zimizni tizginlagan bo'lamiz. Ham shundaqla har qandaq bir Alloh subhanahu va taolo bizga taklif qilgan barliq taklifotlarning hammasi. Masalan, musulmon xalqimizni zulmdan qutuldirish uchun jonimiz, iqtisodimiz, milimiz orqali kurash qilish va har qandaq bir siyosiy va ijtimoiy harakat ilib berishning har qandag'i bizning o'z shaxsiyatimizdan, o'z nafsimizdan voz kechishimizga, bizni kunishimizga, o'z shaxsiyatimizdan voz kechishimizni talab qiladi. Biz mushu o'z nafsimizdan voz kechaylik. Biz Alloh uchun, musulmon xalqimizning, musulmonlarning manfaati uchun Alloh bizga bergan ne'matni Alloh rizoligi uchun endi ishni ta'lamdik deb o'zimizdan so'ray olsak, zulm qarshi adolatni, erkinlikni, islomiy haq huquqlarimizni yoqlab ma'lamdik deb o'zimizdan hisob ola olsak, ana shu vaqtida haq uchun ovoz qo'shib ma'ngan vaqtimizda ondan nafsimizni haqiqiy tizginlagan bo'lamiz. Shaxsiyatchi odamdan haqiqiy islomning, musulmon xalqning, musulmonlarning odami bo'lgan bo'lamiz. Allohning rizoligi uchun ma'ngan kishilardan bo'lamiz. Islomdagi
güzel ahlakның asası demek özümüzni tizginlash ve İslam ahlakını çırtıtkan yamanlıkның asası özümüzni xalığan xaişqa koyup etiş, başkurmaslık, güzel ahlakka kündürmeslik. Ondaqta güzel ahlakka hakiki kündürdiğen, hakiki güzel ahlakını özü de mücezsemleştirdiğen mümin diyen qandaq qılıdı o dese, Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim degandek, estaizubillah, bismillah. Ve amma men khafa maqama rabbih ve nahan nefse anil heva fe innel cennete hiyel me'va. Perverdigarının aldı turup hesap verişten korkkan adam, nefsini köngül xahişten çekilgen adam, cennet o adamның ornu buludu diyen. Demek mana muşundaq biz Perverdigarımızdan aldı turup hesap verişten, hesap verdiğen kündün korkkanlığımızdan şehvetlerimizi tizgillep özümüzni Allah razı bulduğun güzel ahlak bilen zinetlesek, andın hakiki kesbi güzel ahlakka iyi boğan bulumuz. Mesela qandaq qılımız? Közümüzni haramdan yığızımız, közümüzni her qandaq şahvaniyetten ve köz zinası, kolumuzni kol zinası, putumuzni put arqılıq zinağı miniştin ve şundaqla her qandaq haram işlağa, g'aybet şikayetke, gep toşqa, suyxançılık qilishqa miniştin bedellerimizni yığış arqılıq güzel ahlaklı muqimdaymiz. Tilimizni yaxshi gap so'zlaydigan, haq İslamni tarqatadigan, yaxshilikqa ovoz beradigan, zulmni qarshi ovoz beradigan ishqa ishitimiz, tajovuzchilikqa, gunoh ma'siyatga, shikoyatga, g'aybetga, fitna fasodga ovoz qo'shishdan tilimizni saqlaymiz. Ham shundaqla har qandaq yolg'onchilikdan tilimizni saqlaymiz. Güzel muamelede bulumuz, kengchilikda bulumuz, apujan bulumuz, saxovatchan bulumuz, isil bulumuz, kamtar bulumuz, insofliq bulumuz, adil bulumuz. Her qandaq bir chaqda Allah bizga tushirgan islom adolati bilan haq adolatga mustahkam turib, zolimga, tajovuzchiga, haq İslam'a karşı kafirlarga yak deyishni, İslam adaletini yaqalashni bilamiz. Demek biz mana shundaq güzel ahlaklar bilen Allah subhanahu ve taalaga yaqinlasha olamiz, Allah rizoligiga erisha olamiz. Shuning uchun Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge nurg'ulg'an iqtidorlarni bergen bo'lsa-mu, şunun arasından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni güzel ahlaklık deb Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemning peygamberlik fazilatiga guvoh qilgan vaqtida, majnun emas ekanligiga guvoh qilgan vaqtida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni güzel ahlak igisi deb maqtadi. Şuna bir adam, bir mümin şer'i ilimde qancha cho'ng katta olim bo'lsin, bir qari Kur'an-ı Kerimni qancha dag'an hafiz bo'lsin, bir qozi qancha sud ilmiga, qozilik ilmiga ega bo'lgan qozi bo'lsin, ammo uningda güzel ahlak bo'lmasa, yuqorqi ilmlarning hech qimmati yo'q. Chunki mu'minlar Allah subhanahu ve taala oldidagi Allah'a yaqinchilik qilishni faqat güzel ahlak bilan tapalaydi. Güzel ahlak bilan Allah subhanahu ve taalaga haqiqiy yaqin bo'la oladi. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte mundaq degan. İbn Habban Abi Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Ekmelul mu'minina imanen ahsanuhum hulukan. Müminlerinin en imani kamili, ularının en ahlakı güzel bulgunu.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda boshqa har qanday bir amallarni, masalan, yoki hajni, yoki ilmni, har qanday bir ishini sifatlamay, nimani sifatladi? Axloqi eng go'zal bo'g'ini, ya'ni shu qo'shqida bar ilmga, qo'shqida bar Alloh bergan Qur'oni Karimni yadagan hofizlikqa va har qanday bir qozi va sudchilik ilmiga ega bo'lgan ashundaq islom qozilarga Alloh bergan shu ilmga birlik qatib amal qilgan, go'zal axloqi bo'lgan ana ashundaq kishilar haqiqiy iymoni komil bo'ladi deganlikni mush hadis bizga uqtirgan. Qarindoshlarimiz, shuning uchun biz har qanday bir yaxshi ishqa Allah rızalıq üçün qadam saladigan, Allah'ın rızalığına erişadigan mümin bo'lamiz desek, güzel ahlakka ahmiyet bereli, güzel ahlakni özümüzün asas kılaylı. Mesela İslam dininde güzel ahlak bek mühim bo'lganligi uchun Allah Subhanahu wa Taala bu güzel ahlakni insanın tabiatiga singdirib o'tgan. Şunun için cemiyette her qandaq bir insan güzel ahlakını suydu. Güzel ahlakta buluşunu yaxshi ko'rdi. Ama insanlardan nurgun kişiler güzel ahlakta buluşunu, kişilerini aldamaslıkni, yalgan gap qilmaslıkni, muamilde güzel buluşunu tanlaydı. Ama bundaq güzel muamilde, güzel ahlakta buluşu Allah Teala'ya işengenlikten emas, yoki haqni izlaganlikdan emas. Balki yasalmalik ma'lum kishilar o'ttirishdagi maqsadi g'oyasiga yetib uchun güzel axloq ko'rinishiga kun bo'ladi. Bu hozirgidek jamiyatlarda bak ko'p o'rin egallaydi. Chunki hozirgi zamondagi ko'pincha zolim davlat raislari, masalan, Xitoy kommunistlarining raisi, zolim, pis kafir Xi Jinpingga o'xshash, ya'ni shundaqla har qanday bir Xitoy kommunistlarininki shu zolim kafirlar raisligidan iddisi haromdan to'rilib qolgan shundaq zolim har xil kafirlar iddisi bulg'unib ketgan har qanday zolimlar qanday qiladi desa, ko'rinishda nayt chiroyli, nayt güzel bir ko'rinishni boshqalarga vaqtliq berganda qiladi. Ammo buning oqisi butkul o'ziga qo'llanganlarni yoki qo'llanmaganlarni ish qilib qo'l ostida kim bo'ladi ekan, ularni aldash, ularning qinni sho'rash, ularga zo'ravonlik qilish, ularga zo'migarlik qilish bo'ladi. Qarindoshlarimiz, shuning uchun mana shundaq shakldagi har qanday bir güzel axloq ko'rinish ko'ringan dunyolik moddiy manfaatni deb vaqtliq o'zining yomon nishoniga yetish uchun güzel axloqda bo'lganlarning har qandayiniki Alloh subhanahu va taolo oldida hech qanday ajri bo'lmasdan sirib, balki Alloh subhanahu va taolo oldida aldamchilik uchun hisobga Allah subhanahu wa taala oldida jazo qo'yiladi. Unda bo'lganda islomdagi haqiqiy go'zal axloq, Allah ajr beradigan, ibodat bo'ladigan haqiqiy go'zal axloq qanday axloq desa, butunlay Allah subhanahu wa taolaga bog'langanlikdan Allah rizoligini deb o'z nafsini yomon ishlarni qilishdan, yomon axloqlarni barpo qilishdan, yomon axloqlar bilan bizilishdan o'zini tizginlaydigan, yaxshi ishlarga, yaxshi amallarga, go'zal axloqlarga, yaxshi muomallarga davomliq o'zini ko'ndiradigan, nafsi xohishiga, shahvatlariga qarshi turib, o'zini sog'lom, pok xarakteri bilan, islom go'zal axloqi bilan ko'ndirgan mana shundaq ixlosman mu'minlar Allah subhanahu va taolaning rizoligiga erishadi. Nima uchun desa,
har qandaq dunyo manfaatini deb güzel axloqda bo'lgan kishilarning har qandig'i vaqtliq güzel axloqi bilan vaqtliq o'tib ketadigan dunyo manfaatiga erishalaydi yoki erishalmaydi. Lekin erishkinimi dunyo tugaydi. Ammo Alloh rizoligi uchun haqiqiy ibodat qilish, Alloh qulchilik qilish maqsadida güzel axloqda bo'lgan bo'lsa, masalan, bir mu'minga chiroyli muomala qilgan bo'lsa, bir mu'min insonning yoki bir insonning yomonligidan Alloh rizoligi uchun islom obrazini yaratish uchun Alloh rozi bo'ladi ekan deb afi qilgan bo'lsa, mana shunga o'xshash har qanday bir yomonlik va gunoh ma'siyatdan Alloh rizoligi uchun yangan bo'lsa, masalan, g'iybat qilishdan qanchalik kunib ketgan bo'lsa-mu, suxanchilik qilishdan qanchalik odatlanib ketgan bo'lsa-mu, harom va gunoh ma'siyat bo'ladigan har qanday bir chaqimchilik va musulmonlar orasida fitna terishdan turbatlar, internetlar va televizor medialarda yolg'on gap, o'sik so'z taqitishdan haqancha kunib ketgan yoki bira yomon yerga ishlagan bo'lsa-mu, Alloh rizoligi uchun qat'iy pushaymon qilib, bundan keyin haq uchun so'zlaydigan, haqni qo'llaydigan bo'lsa, mana shunday go'zal axloq bilan bo'lganlarning, haqqa qaytib kelganlarning har bir qilgan go'zal axloqlari Alloh subhanahu va taolo oldida mangu oxiratda jannatga kirishga sabab bo'lgan yaxshi savoblarga erishadigan eng qimmatli xislatlarga ega bo'ladi. Ham mana shunday Alloh subhanahu va taolo rizoligi uchun Alloh buyurgan yaxshi ishlarga haqiqiy chin qalbidan ixlosmanlik bilan nafsi xohishi qarshi turgan holatda güzel axloqqa kunib turib qilgan mushu yaxshi ishlar o'z atrofidagi xalqlarni, insonlarni Allohning diniga kirishiga chaqirdi va o'zining atrofiga to'plashga chaqira oladi. Hozir biz ko'rayotgan jamiyatda nurg'un insonlarning, hattoki islomga kirib bo'lganlarning islomdan chiqayotganligi, islomdan yiroqlashayotganligining o'zi nimadan kelib chiqqan desa, bizningki nurg'un musulmon qarindoshlarimizninki namoz o'qiydigan, ro'z tutadigan, Qur'on o'qiydigan, da'vat qiladigan va shundaqla nurg'un ziyolilarimizning o'zi men islom yo'lida mangadigan musulmon deb islomni oshkora jikarlaydigan, lekin axloqi Alloh to'sqan g'iybatlardan, Alloh to'sqan harom ishlardan, Alloh to'sqan har turli jinoyatlardan, har turli yomon musulmonlarni chiriklashtiradigan va musulmonlarningki dinini, kimligini, ularningki haqiqiy sog'lom iddisi va güzel bo'lgan islom madaniyatini yo'q qiladigan, chiritadigan ana shundaq yomon axloqlar bilan ularning shug'ullanganligi tufaylidan nurg'unlagan inson, nurg'unlagan musulmonlar dindan chiqib ketgan, dindan chiqayotganligini ko'ramiz. Aslida dinga kirib islomning sonining, islom kuch-quvvatining ko'pishi bu bak muhim edi. Ko'pishi u yoq tursin, hattoki ba musulmonlarning dindan yiroqlashayotganligining o'zi biz ko'p sonliq musulmonlarningki islom go'zal axloqiga ahamiyat bermaganligimizdan, o'zimizningki shahvat hissiyotlarga berilib, ba'zi islom shariatiga uyg'un kelmaydigan ojiz fatvolarga dindan chiqarishga sabab bo'ladigan ojiz har turli ozg'un yo'llarga esilib, bizga Allohdan tushirilgan haq hidoyat, islom nuri Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki go'zal axloqidan yiroq turganligimizga va yiroq turadigan yo'llarda
manğallıqımızga bizge mana şundaq çoğ balay afet çaplaşıp aldı. Şunun üçün qeyrindaşlarımız biz bu balay afettin pak bulumuz İslamның obrazını özümüzde namayan qılımız desek biz çoğum əmli hayatımızda Allah çekligen her qandaq yaman ahlaklarının əmri yenişimiz Allah buyurğan her qandaq güzel ahlaklarını özümüzün hayatıda İslam obrazıga namunu bulup meydana keltirişimiz lazım. Ani şundaq qılgan vaqtimizda etrafımızdaki her bir Müslümanların İslamda çın turuşuğu mu türütkü bulalayımız hem biz mu İslam işide ölgülük bulup ahirette ok yüzlük Müslümanların buluşqa erişeleyimiz ve başka her qandaq bir Müslüman xalqnınki ve her qandaq bir insanların İslamga kirişige, İslamның terakki kılışıga sebepçi bulalayımız. Hemmimizin Allah Subhanahu ve Teala güzel ahlaklık müminlerden buluşqa nasip kılsın. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.